sadağın kite 60 sekundun evet misanlar braderler bizning ağinlar ünderdi ki muşu men telefon ündüdar turluq bir acayip zevkli müşimde preyslerge oxşaşlığımız bop qalgan bolsa bir endişinler işte mana şu qoqaydançlığlar olsa yüreklen berip ona sizlarni sanlan buldu. Birinchi mana sadağın kite 60 sekundun vas kaqitib qoldi. Bunda de xapo qamalma çort anlamayman jumu. Çort anlamayman anlab qalsam ham 10 sekund yerini anlab qo'ymay buniki. Qağa yerini anglash mismochalik ma'sıqda terikka ko'p ketib barmay sadağın kite mismochalik xo'sh aqmaydi. Ava telefon o mühim işin olsa telefon o azan hazır. Faqat bo'lmasa men bir qo'y to'lab telefon uzaysini. Ma sıktı degan chaplish bitudaylik gapini anglab bo'g'icha. Ona qilmanglar, xatizinglar. Xatizinglar. Ikkinchisi endi sadag'an ketay. Mush 1 sekunddan qildigan bir aqillarimiz bor. Qaraysiz. Nima qilasiz? Elik sen alsang, qutlandı bu gap. Biz qanday anglaymiz qiradisha, sen mana 1 sekund evet qo'ysang-ku, sen rapchi-ku, sen ishtiq so'zlaysan-ku, biz qanday anglaymiz, uni aytsang biz ulguremsiya onunga, ulguremsiya kilaqtin qilganda qara, deldirim. Bisip ber deb ishingda. Yaxshimi adash deb ber deb enki qo'yvat. Enki qo'yvat sanma bulayverdi ani. Yo, unaqib ketma, amal baq xatizinglar menga. Yan birsi, menga o'xshash endish bola bormi? Endi men o'sha emas, bu mening endi bir kiselmi men o'qimayman endi. Notunis telefon kes olamaydiganlar bormi? Sadağın ketayman bir qo'qoymajumi men nimishqiki? Men qo'qoymay birazki endi bir o'tkazib qo'yganimiz ya bo'lmasa bir qo'rqinish yo'q. Bu notunis bir telefon kelsa qarab ketman. Qarab qo'yvatsam tiqib bo'lmagan, sayirtib qo'ymay qara. Sayirtib qo'yib ovozini o'chirib, qo'yvatgandan keyin enandan keyin buni undidar qetib kimligini bilgandan keyin qaytarmay. Mushta men o'xshash dalbirimlar bormi? Yo, bu nimish qashtadi mushniki bir tushanchisini bildiganlar bormi? Men bir depresanlar bo'pti ekan. Ana kimga bir qetite mana bu qamlashtirib e'lon qatamdim qatdi. Mau kaltamir etkisi bo'p qolgan qarindoshlar, endi bosh betimki videolarni ko'rib olsanglar bo'ldi, ustida chiqarib qo'ydim. Men Burunbek azobini tatgan, lekin hozir uzanlar ko'rib olsanglar bo'ldi. Mana 1,5 yildek bo'lib qoldi, qaytadan bir chiqib qilpaqmidi. Ashunki doğrusini alganlar bo'lsa, ama ayrimga qilsanglar bo'ldi. Bu yuraklarni men qaytib aytgan bo'lsanglar, chiq deb ko'rib kelsin, ne?